Xalqimizda daryo o'z o'zanidan suv ichmaydi. U atrofga hayot ulashadi degan teran ibora bor. Bizning bugungi qahramonimiz ham xuddi shunday. O'z ilmi, qalb qo'ri va tafakkuri bilan minglab qalblarga ziyo taratayotgan, ma'naviyat urug'larini ekayotgan ulug' bir umr sohibidir. Tarix bu har bir xalqning ibrat maktabidir. Ayniqsa millatimizning shonli o'tmishi, jahon tamadduniga beqiyos hissa qo'shgan Amir Temur va Temuriylar davri tarixi biz uchun hamisha milliy g'urur manbai bo'lib kelgan. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni ana shu ulug'vor davrning sirli va hayratlanarli sahifalarini ochayotgan, umrini temurshunoslik ilmiga baxshida etgan zabardast olim, Farg'ona davlat universiteti professori, tarix fanlari doktori, taniqli temurshunos olim Bahriddin Usmonov. Professor Bahriddin Usmonovning bosib o'tgan hayot yo'li, Farg'ona zaminida yaratgan ilmiy maktabi va bugungi kunda yurtimiz dovrug'ini yuksaltirayotgan shogirdlari barchasi haqiqiy ustozlik maqomining yorqin namunasidir. Bugun el suv ichgan daryolar ko'rsatuvida biz olimning sokingina ish xonasidan tortib, gavjum universitet auditoriyalarigacha sayohat qilamiz va uning sermahsul umr yo'liga nazar tashlaymiz. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida Chorbaxtron qishlog'ida tug'ilganman. Dadam shu qishlog'imizdagi 6-o'rta maktabda matematika fani o'qituvchisi bo'lgan. Onam shu qishloqdagi bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Oilamizda shu bolaligimizdan endi ziyoli oilasi bo'lgani uchun o'qishga, ta'limga qiziqish juda yuqori bo'lgan. Dadam matematik bo'lsa-da, umuman uyimizda gazeta, jurnallar ko'p bo'lardi. Men bolaligimdan shu gazeta, jurnallarda qiziqib o'qiganman. Ko'proq matematika bilan shug'ullanganman. Matematik bo'lish meni yoshligimdagi orzuyim bo'lgan. Chunki dadam matematik bo'lganligi uchun men matematikaga jiddiy qiziqqanman. Keyin har bitta raqamni, natijani kelib chiqishi meni qiziqtirardi. Keyin bizning maktabda shu bizni bolaligimizdan dars o'tishga o'rgatishgan. Misol uchun men eslayman, 4-sinfda o'qiyotganimda, adashmasam 4-sinfda har xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish degan mavzuda men dars o'tganman. Shu dadam matematika o'qituvchisi shu dars navbat bilan boshqa sinfdoshlarimiz ham darsga o'tishardi har xil. Ya'ni bu bilan bizda ham bolaligimizdan shu o'qituvchilikka ham qiziqtirib kelishgan. Endi oiladagi muhit sabab ta'limga, ilmga qiziqqan bo'lsam, keyinchalik meni bolaligim shu qayta qurish yillariga to'g'ri keldi. Shu o'smirlik yillarim va mana shu vaqtda men endi gazeta, jurnallarni ko'p o'qib borganim uchun jamiyatdagi o'zgarishlarni o'smirlik ongi bilan his qila boshlaganman. Hayotimda burilish yasagan narsa bu Xurshid Davronni shu O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida e'lon qilingan "Bosqinchilik ham qahramonlik bo'ladimi" degan maqolasi juda katta ta'sir qilgan. Bu maqolada shu Farg'ona vodiysini, umuman O'rta Osiyoni zabt etgan rus generallaridan biri shu Skobelevni faoliyati hikoya qilingan edi. Biz hali mustaqillikka erishmagan edik. Shu 80-yillarning oxirida, 89-yillarda chiqqan bu maqola adashmasam. Va shundan keyin tarixga qiziqa boshlaganman. Demak, bizga maktabda o'tilayotgan narsa to'g'ri emas ekanda degan xulosa paydo bo'lganda, keyin shu tarixga qiziqa boshlaganman. Shu vaqtda Sharq yulduzi jurnalida, Yoshlik jurnalida, keyin ko'plab gazetalarda shu bizning haqiqiy tariximiz haqida ham ko'plab maqolalar chiqa boshlagan. Bu menga yordam bergan. Keyin yana bir narsani eslayman, o'sha vaqtda o'qituvchilarimiz ham aslida mustaqillikni juda xohlagan ekanda. Sizga bir voqeani aytib berishni xohlardim. Tarix darsi edi, shu qishloq maktabida, shu Chorbaxtron qishlog'idagi maktabda tarix darsi bo'lyapti. O'qituvchimiz doskaga yozdi. O'rta Osiyoni Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olinishi deb yozdida, darsni o'tmoqchi bo'ldi. Endi o'tayotganda ustoz ruxsat bersangiz, endi bizda odatda ba'zan biz turib dars o'tirardik, ruxsat berishardi. Shu darsni men o'tib bersam dedim. Sam ustozimiz ruxsat berdilar, o'sha tarix fani o'qituvchisi. Men chiqib, "Yo'q, O'rta Osiyo Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olinmagan, bosib olinganda dars o'tib berdim." O'qituvchimiz bizga e'tiroz bildirmadilar. Demak, shundan xulosa qilamanki, hozir bu paytda endi bolaligimda buni o'ylamaganman. Hozir o'ylaymanki, demak o'sha o'qituvchimizning ongida mustaqillik g'oyasi bo'lganda, shuning uchun u meni o'zini ishini, oilasini xavf ostiga qo'yib ham meni dars o'tishimga ruxsat bergan. Misol uchun meni to'xtatib qo'yishi ham mumkin edi, o'tirgizib qo'yishi mumkin edi. Men oxirigacha o'zimning fikrlarimni, g'oyalarimni aytib berganman. Keyin o'qituvchimiz buni bir qo'llagani yoki rad etgani ham esimda yo'q, lekin har holda men shu gaplarim uchun bir tanbeh olmaganman. Bahriddin Usmonovni men
nomzodlik dissertatsiya qilayotganda taniganman. Unda uni rahbari Ashraf Ahmedov edi. Birato'la ayolim bilan kelgandi. Qo'lida kichkina bola. U dissertatsiyadan keyin bir necha yildan keyin doktorskiy qilmoqchi bo'lib, Temur davri bo'yicha shug'ullanmoqchi bo'lib, menga murojaat etgan. Men uni olganman. Doktorantura bitirgan. Hozir yirik mutaxassis bo'ldi. Farg'onada temurshunoslikni deyarli eng katta olimlardan bo'ldi. Ko'proq shu Temuriy davrlarni siyosiy tarixi bilan shug'ullanadi. Qator monografiyalar nashr etdi, qo'llanmalar hamda universitetda dars beradi. U yerda kengashni raisi himoyalar bo'yicha. Men bitta shogirdim himoya qilganda Farg'onaga bordim va Bahriddin kengashni olib borishini kuzatib turdim. Juda yaxshi baho berib keldim. Haqqoniy olim bo'libdi. Biz universitetimizda bir an'ana bor. Shu an'anaga muvofiq universitetda o'qib, yaxshi bilim olib, o'zini odobi bilan, axloqi bilan namuna bo'lgan, tashkilotchilik xususiyatlariga ega bo'lgan bitiruvchilarni o'zini kadr sifatida olib qolib, uni yana o'qishini davom ettirib, aspiranturada va keyingi bosqichlarda o'qitib, o'ziga kadr qilib tayyorlaydi. Ana shunday an'ana tarix fakultetida ham mavjud. Mana shu an'anaga muvofiq Bahriddin Usmonov o'zi maktabni bitirib, o'sha maktabda o'qib yurgan paytdayoq tarix faniga qiziqishi nihoyatda yuqori bo'lganligi uchun Farg'ona davlat universitetini tarix fakultetiga hujjatlarini topshiradi va 1992-yil shu universitetni talaba bo'lish baxtiga ega bo'ladi. Men uni o'qish davrini ham bilaman. O'qish davrida maktabda olgan tarix fani bo'yicha bilimlarini talabalik yillarida nihoyatda kengaytirdi. Juda ko'p kitoblar o'qidi. U faqat tarixiy adabiyotlar, tarixiy monografik tadqiqotlarni o'qish bilan birgalikda u badiiy kitobga ham, tarixiy romanlarga ham qiziqish nihoyatda katta edi. Va ana shularda oqibatida u universitetimizni, xususan tarix fakultetini professor o'qituvchilarini nazariga o'sha talabalik yillaridayoq tushib qoldi. Va oqibatda universitetni bitirgandan keyin juda qisqa vaqt u o'zini qishlog'iga borib maktabda ishladi va tezda universitetimizga taklif qilindi va qaytib kelib, bu yerda o'qituvchi bo'lib ishladi, aspiranturada tahsil oldi va ilmiy tadqiqot ishlarini muvaffaqiyatli davom ettirdi. Har bir buyuk taqdir, har bir ulkan zafar aslida sof va beg'ubor bolalik orzularidan boshlanadi. Bolalikda barchamiz yulduzlarga qarab xayol surganmiz. Kelajakda kim bo'lishimizni tasavvur qilganmiz. Ammo orzu qilish, ufqqa qarab talpinish bo'lsa, unga yetishish o'sha ufq tomon tikonli yo'llardan piyoda yurish demakdir. Bolalikdagi soddagina orzuni ilmiy haqiqatga aylantirish uchun inson yillar davomida qanchadan qancha zahmat chekishi, qancha uyqusiz tunlarni kitob ustida o'tkazishi kerak. Olimlik darajasiga ko'tarilish bu shunchaki unvon yoki diplom olish emas. Bu 1001 sinovdan o'tish, ikkilanishlar va qiyinchiliklar girdobida taslim bo'lmaslik, mashaqqatlar ortidan keladigan nurni ko'ra olish demakdir. Bu yo'lda moddiy qiyinchiliklar, ruhiy charchoqlar, ba'zan yaqinlardan uzoqda bo'lishdek ayriliqlar bo'ladi. Ammo qalbida ilm olovi yongan insonni hech qanday to'fon o'z yo'lidan qaytara olmaydi. Haqiqiy iqtidor va tinimsiz mehnat birlashgandagina mashaqqatlar yengiladi va orzular haqiqatga aylanadi.
Bizni bolaligimizda endi telefon, internet, aloqalar bo'lmagan. Shuni hisobiga biz xat yozishardik do'stlarimiz bilan. Meni Farg'ona shahrida qarindoshlarim bor edi. Farg'ona shahridagi qarindoshlarim bilan xat almashardik. O'sha men bilan teng o'sha xolamning o'g'li bor edi, yoshimiz teng edi. U Farg'onadagi 10-maktabda o'qigan. U menga turli xil fanlardan, jumladan matematikadan misollar jo'natardi, krossvordlar jo'natardi. Men unga javob qilardim. Shunaqa bo'lib aloqada bo'lib yurgan paytimizda u menga shu Farg'ona davlat universiteti olimpiada o'tkazyapti. Sen hujjat topshirmaysanmi? Men topshiryapman deb xat jo'natdi. Keyin uni taklifi bilan men ham Farg'ona davlat universiteti olimpiadasiga hujjat topshirdim va maktabda o'qiyotgan paytimda shu universitet olimpiadasida g'olib chiqib o'qishga qabul qilindim tarix fakultetiga. Esimda qolgani o'sha paxta davrlarida men ustozim Rahmat Arslonzoda bilan yaqindan tanishganman. 3-kursdan mutaxassisliklarga bo'lishgan. Men jahon tarixi, g'arb tarixshunosligi mutaxassisligiga tushib qolganman. Shundan keyin Rahmat Arslonzodadan iltimos qilib men O'rta Osiyo tarixiga qiziqaman deb O'rta Osiyo tarixiga Rahmat akaning yordami bilan o'tganman. Shundan keyin shu Rahmat akaga shogird tushib, uni qo'lida xo'p birinchi kurs ishi yozdim, diplom ishi yozdim. Meni shu kurs ishim shu ijodkor temuriylar masalasi bo'lgan. Bu maktabda o'qiyotgan paytimda bunga qiziqib qolgan edim. Shu orqali yana bir temuriylar davriga qiziqishim ortgan va o'sha vaqtda bir 40 dan ortiq temuriylar sulolasining vakillaridan she'r yozganlarni haqida ma'lumot to'plaganman va shuni kurs ish qilib yozganman. Keyinchalik meni endi Amir Temur tarixiga bo'lgan qiziqishim yuqori bo'lganligi uchun o'sha Rahmat Arslonzoda ustozim menga Rossiya tarixshunosligida Amir Temur siymosi degan bitiruv malaka ishi deyiladi hozir. Bu vaqtda diplom ishi deyiladi. Shu diplom ishi yozishni taklif qilgan va domlaning takliflari bilan mana shu diplom ishini yozishni boshlaganman. Domla nihoyatda talabchan kishi bo'lgan. O'sha har bitta yozgan varag'imni olib kelib domlaga ko'rsatardim. Domla o'qib ustidan chizib to'g'rilab berishardi. Endi haligi qizil ruchka bilan qilishardi. Haligi varaq qizilga to'lib ketardi-da. Lekin shu bilan birga qo'llab-quvvatlardi. Yaxshi harakat qilyapsiz dedi. Shundan kelib chiqib yana yozishga qiziqardik. Diplom ishimni muvaffaqiyatli himoya qildim va ustozlarning taklifi bilan dastlab Farg'ona davlat universiteti Qoshdagi internetga o'qituvchi bo'lib ishga kirdim. Bu yerda 1 yil ishlagandan keyin o'sha Farg'ona davlat universiteti huzuridagi aspiranturaga qabul qilindim va aspiranturaga qabul qilinganimda Rahmat Arslonzoda aytishdiki, sizga ustozlik qilish uchun bir temuriylar davri bilan shug'ullangan olim tavsiya qilishimiz kerak edi. Meni Samarqandga olib borganlar, o'zi yetalab, hech esimdan chiqmaydi. Endi borish uchun ham mablag'im yetarli bo'lmaganda, meni hatto mablag' bilan ham o'zlari ta'minlaganlar. O'zlari boshla. Endi men Farg'onaga kelganman, Farg'onadan tashqariga chiqmagan yigitman. Birinchi marta Toshkentga borganman o'shanda. Chunki Toshkent orqali ketganmiz. Birinchi marta Samarqandga borganman. Amir Temur qabrini, Go'ramirni ziyorat qilganmiz. O'sha kitoblarda o'qigan, rasmlarda ko'rgan narsalarni birinchi marta, adashmasam 99-yili borib ko'rganman shularni ko'zim bilan. Keyin o'sha yerda Markaziy Osiyo tadqiqotlari instituti bor ekan, UNESCOga tegishli institut. Shuni institutning rahbari Ashraf Ahmedov menga ilmiy rahbarlik qilishga rozilik bildirganlar. Rahmat Arslonzoda Ashraf Ahmedovga meni shogird qilib topshirganlar va u kishining qo'lida aynan shu mavzuda, o'sha Rossiya tarixshunosligida Amir Temur siymosi mavzusida keyin ilmiy ish yo'qlaganman. Sabr, toqat, iroda va fidoyilik sinovdan o'tadigan murakkab yo'lda adashmay yurish, ilmning og'ir zahmatlariga dosh bera olish uchun faqatgina iste'dodning o'zi kifoya qilmaydi. Bu yo'lda insonga yo'lchi yulduz bo'ladigan, qalbiga matonat va haqiqat tuyg'usini singdiradigan ulug' siymolar, ustozlar kerak. Ustoz sabog'i shunchaki kitoblardagi bilimlarni o'rgatish emas. Ustoz sabog'i bu ilmiy halollik, mas'uliyat va eng muhimi, olimlik etikasini shakllantirish maktabidir. Har bir zabardast olimning shakllanishi ortida uning ilmiy unvonlari-yu dovrug'i zamirida avvalo ustozdan olgan bitmas tugalmas saboqlari, ularning duosi va ishonchi yotadi. Hozirgi kunda Temur davriga oid hamma manbalar deyarli eng yiriklari muomalaga kiritib qo'yilgan, o'zbek rus tiliga tarjima qilinib, endi uning ichidan kerakli materiallarni to'plab bitta yo'nalish bo'yicha yirik tadqiqot yaratishga sabr, toqat kerak. Mana shu xislatlar Bahriddinda bor. Hozirgi yozgan ishlarini men doim qarab turaman, yo mas'ul muharrir bo'laman ko'pincha. Ana shunda sezaman, erinmasdan hamma manbalarni varolab chiqib, o'ziga kerakli narsani olib,
bir-biri bilan solishtirib, kerakli joyda o'zini e'tirozini bildirib, qo'shimcha qilib bitta masalaga yondoshishini ko'rsatadi. Aytmoqchimanki, yaxshi olim bo'lib shakllanib chiqdi. O'ylaymanki, kelajakda shu temurshunoslikni nafaqat Farg'onada, hozir meni qo'limdan juda ko'p dissertatsiyalar o'tadi. 3 ta kengash a'zosiman. Shu Temuriy davriga oid nomzodlik, doktorlik dissertatsiyalar, yo bo'lmasa magistrlik dissertatsiyalar ko'rib turibman. Bahriddin Usmonovga juda ko'p ishora qilinyapti. Demak, uni tadqiqotlari oliy bahoda ketyapti. O'ylaymanki, kelajakda Bahriddin shu sohani yetuk mutaxassisi bo'ladi. Erinmasdan yana yangi ishlar qilib, yana tadqiqotlar yaratay deb mehnat qilyapti. Juda ko'p narsa bilan qiziqadi. Tez-tez mana bu ish chiqibdi, men bu ishni qayerdan olish mumkin, shuni qanaqa qilib topsam ekan, nafaqat shu O'zbekiston atrofida, balki chet el olimlarining ishlari bilan ham ko'p qiziqib turadi. Albatta, olim uchun bu yaxshi narsa. Ko'pchilik kitob o'qigisi kelmaydi, erinadi o'sha narsalarni qidirishga. Shunda bor narsa bilan bitta tadqiqot yaratadi, qo'yadi yoki birovdan ko'chiradi. Lekin Bahriddinda bunaqa xislat yo'q. U sinchkovlik bilan hamma narsalarni ko'rib, keyin shu o'zini kitobiga, shu o'zini nuqtai nazarini ko'rsatib yozadi. Shu Farg'ona tarixini o'rganish borada doim qiziqardim, lekin tarixiy manbalar kamligi uchun buni hech kim menga maslahat bermadi. Ko'pchilikka murojaat qildim, lekin yo'q, bu manbalar yetishmaydi. Farg'ona tarixini faqat shu Umar Shayx Mirzo, Bobur, Temuriylar davri bo'yicha, undan boshqa davr haqida manbalarda ma'lumot kam deb e'tirozlar bo'ldi, lekin men qiziqib shu mavzu bo'yicha qiziqdim va 19 yil shu mavzuni ishladim. Va oxiri bu ishga rahbarlik qilishga Dilorom Yusupova rozilik bildirdi. Men doktorlik dissertatsiyamni Dilorom Yusupova rahbarligida olib bordim. Temuriylar renessansi Samarqandda, Hirotda qay darajada rivojlandi bilamiz. Xo'p, Andijonda qanday bo'lgan o'sha paytda? Marg'ilonda qanday bo'lgan? Yoki Farg'ona va Xo'jandda qanday bo'lgan? Mana shu masalalar meni qiziqtirgan va tarixiy manbalardan endi juda ma'lumot to'g'ri kam edi, lekin izlanib, ma'lum darajada ma'lumotlar sekin-sekin yig'ilib borildi, ular tahlil qilindi va dissertatsiya holatiga keldi. Va bu safar endi men dissertatsiyamni Fanlar akademiyasining tarixi ustida himoya qildim. O'ylaymanki, o'z oldimga qo'ygan ma'lum darajadagi ilmiy maqsadlarga erishdim. Har bir maqola tarixning yangi bir jumbog'iga topilgan ilmiy kalitdir. Ammo olimlikning eng hayajonli va mas'uliyatli jihati bu xalqaro ilmiy minbarlarda so'z aytish, nufuzli konferensiyalarda vatanimiz ilm fanini namoyon etishdir. Jahonning eng zabardast olimlari, dunyo tan olgan tarixchi va sharqshunoslar bilan yuzlashish, ular bilan tengma-teng ilmiy munozaralarga kirishish, o'z fikr va kashfiyotlarini jahon miqyosida isbotlab berish haqiqiy ilmiy jasorat va yuksak mahoratni talab etadi. Qahramonimizning ilmiy yo'li aynan mana shunday keng miqyosli faoliyat bilan yo'g'rilgan. Uning qalamiga mansub o'nlab monografiyalar va yuzlab ilmiy maqolalar bugun nafaqat yurtimiz, balki xorijlik temurshunoslar uchun ham muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. U kishining xalqaro anjumanlardagi chiqishlari, xorijlik hamkasblari bilan olib borgan ilmiy hamkorliklari O'zbek temurshunoslik maktabining jahondagi obro'sini yanada yangi bosqichga olib chiqmoqda. O'ylaymanki, kelajakda yetuk olim bo'lib chiqsa kerak deb o'ylayman. Sababi chet el bilan munosabatlari yaxshi. Buni Turkiya olimlari bilan, Fransiya, Amerika olimlari bilan yaxshi munosabatda. Bilasizki, ular ham Temur davri bilan juda qiziqishadi va ko'p ishlar yaratishgan. Endi ana o'shalarning ishini o'qib chiqib, Bahriddin ularning ishidan ham xabardor bo'lib turishi juda yaxshi. Sababi bironta ish nazardan qolsa, siz xuddi shu masalani yangi ochayotgandek bo'lasiz. Vaholanki bu masala chet ellik olimlar bilan yozib qo'yilgan. Shuning uchun erinmasdan juda ko'p o'qish kerak. Bironta o'zimizga tegishli mavzuga yozilgan tadqiqotdan chetda qolsamiz,
yaratayotgan tadqiqotimiz mufassal bo'lmaydi. O'shaning uchun Bahriddin bu xislatlarga ham ega. Unga men faqat kelajakda yaxshilik tilayman. Bundan ko'proq qo'llanmalar, tadqiqotlar yaratishini istayman va ishonamanki, shu ish bajo bo'ladi. Birinchidan insonda o'zida harakat kerak, halollik kerak, intilish. Mana shu xislatlar hammasi Bahriddinda va qolgan shogirdlarim ko'pchiligida bor. Bahriddin hamisha ustida ishlashini sezaman, chunki telefonlarda ham falon narsa chiqibdi, shuni opa topib berolmaysizmi, ko'rdingizmi deb maslahat so'rab turadi. Men xursand bo'lamanki, shu qiziqyapti, qattanidir yecholmayotibdi, shu narsa bilan to'ldirmoqchi deb juda ham xursand bo'laman, harakat qilaman topib berishga. Ana o'shanda ilmiy ish mukammal bo'ladi. Hozir hayron qolaman, yoshlar Bahriddin Usmonov deb ishora qilishyapti. Xursand bo'laman, nega desangiz, demak ishi qandaydir foyda beryapti hozirgi ilmiy ish yozishga. Nafaqat bir internet orqali xorij tarixshunosi bilan tanishyapmiz, xorijdagi tadqiqotlar bilan tanishyapmiz, balki xorijga safarlar qilyapmiz. Xorijiy safarlar davomida yoki xorijdan bizga kelgan olimlar bilan suhbatlashish davomida yangi metodlarni, ya'ni ilmiy tadqiqot olib borish uslublari bilan tanishyapmiz. Ulardagi yondashuvlarni ko'ryapmiz. O'zbekiston tarixshunoslik maktabi bu juda yaxshi an'analarga ega. Jahon tarixshunosligidan qolishmaydi, lekin o'rganadigan narsalarimiz. Temuriylar davri va Farg'ona tarixini chuqur o'rganishda va shu bilan birgalikda tarixshunoslik, manbashunoslikda yoritishda va shu o'rinda pedagogik mahorat bilan ilmiy izlanishda chambarchas olib borishda ustozni roli juda katta. Ya'ni ustozimiz, biz bilamizki, bugungi kunda 20 dan ortiq darsliklar, o'quv qo'llanma, monografiya, shu bilan birgalikda 100 dan ortiq ilmiy maqolalarning muallifi. Tarixiy manbalar bilan ishlash, tarixiy tadqiqotlarni tahlil qilish, bu sohalar bo'yicha orttirgan bilim va ko'nikmalarini, bevosita natijalarini o'quv qo'llanma darsliklar orqali hozirgi yosh avlodga yetkazishga harakat qilib kelishmoqda. Shu bilan birgalikda mana katta shogirdlar jamoasi bor. Bahriddin Ahmedovichda ilmiy rahbarligida, ilmiy maslahatchiligida mana shu yosh tadqiqotchilar orqali ustoz o'zlaridan avvalgi ustozlar, jumladan rahmatli Ihsonzoda Rahmatjon ustozdan olgan bilimlari, ko'nikmalarini o'zidan keyingi avlodga yetkazishga, tarixiy bilimlarini yosh avlodga yetib borishiga bevosita o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bahriddin Ahmedovich hozirgi kunda Qozog'iston, Turkiya, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasi, Qirg'iziston olimlari bilan ilmiy hamkorlikda bu davr tarixi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar, ilmiy yo'nalishlarga asos solyapti hozirgi kunda. Ilm-fan olamida o'z ortidan butun boshli ilmiy tizimni ergashtira oladigan, yangi bir yo'nalishga asos soladigan shaxs bo'lish bu har kimga ham nasib etavermaydigan ulug' saodatdir. Zero haqiqiy olimlikning oliy cho'qqisi bu o'z maktabini yaratish va shu maktab orqali millat tafakkurini boyitishdir. Qahramonimizning ilmiy faoliyati nafaqat Farg'ona davlat universiteti, balki butun respublikamiz tarixchiligida mutlaqo yangi sahifa ochdi. Bahriddin Usmonov tomonidan Farg'ona vodiysida poydevori qo'yilgan va yillar davomida sayqallangan izlanishlar bugungi kunda mamlakatimiz miqyosida tan olingan, o'z ovozi va nufuziga ega bo'lgan yirik temurshunoslik maktabi sifatida e'tirof etilmoqda. Eng muhimi, ushbu ilmiy maktab bugungi kunda tarix ilmiga o'z hissasini qo'shayotgan o'nlab iqtidorli olimlarni, fan doktorlari va nomzodlarini tarbiyalab, kamolga yetkazmoqda. Bahriddin Usmonov deganda birinchi biz 2008-yilda Farg'ona davlat universiteti tarix fakultetiga talaba bo'lib kirganimizda bu inson haqida gapimizda temurshunos, temurlar davri bilan shug'ullangan deyishgan edi va birinchi tasavvurimiz hali u insonni ko'rmasdan oldin shijoatli, qahri qattiq, juda ham zabardast inson deb
o'ylasak, keyin auditoriyaga kirganda samimiy, ancha yumorga boy, auditoriyada o'zini erkin his qiladigan, talabalar bilan do'stona munosabatda bo'ladigan inson bo'lib chiqqan. Bizni o'ylaganimizdan tubdan farq qilgan. Kelganimizda kafedra mudiri edi Usmonov domla, keyinchalik ikkinchi kursligimizda dekan bo'lishgan va dekanlik faoliyatida ham shuncha topshiriq bo'lishiga qaramasdan auditoriyada hech qachon darslarni qoldirmas edi. Hamma talabalar darsni tinglagani ham kirardi. 4-para bo'lsa ham hamma auditoriya to'lib kirar edi, chunki o'sha Temuriylar davriga, o'rta asrlarga shunday olib borib qo'yardi. Hali zamon mashinasida va hamma ijobiy qabul qilardi. Keyin domla ilmiy ishlari ancha chetda qolib, rahbarlik lavozimlarida Farg'ona Politexnika institutida, hozir Farg'ona davlat texnika universiteti, u yerda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor bo'lishdi, keyinchalik viloyat hokimiyatida mas'ul lavozimlarda ishlashdi. Lekin shu davrda ham biz magistraturada o'qiganimizda ham darslarni hech qachon qoldirmaganlar, kelishgan va yaxshi tavsiyalar berib, bizni ancha ilmiy ishga, ijodga yo'naltirgan insonlardan biri hisoblanadi. Bahriddin akani oilalari bu olimlar oilasi. Biz havas qilamiz shunaqangi olimlar oilasi bo'lishga, biz o'zimiz ham va shu ustozlar yo'lini bersin deymiz. Doimo uyga borsak, tushlik payti bo'ladimi yoki kechki ovqatda birga ovqatlanib qolsak, oila davrasida ham doimo ilmdan bahs munozara bo'ladi va ilmiy munozaralar. Opam o'zi filolog, ustoz tarixchi, tarixiy atamalar bo'yicha, tarixiy so'zlar, geografik nomlar bo'yicha ko'p munozara bo'lganiga guvoh bo'lganmiz. Bundan tashqari ustoz shundaqangi insonki, u nafaqat ilm yo'lida, auditoriyada yoki ilmiy ishda, balki hayotdagi shogirdlarning qiyinchiligini ham birga yelkama-yelka himoya qiladigan, shogirdlarga yordam beradigan inson. Hali otadek mehribon va to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, faqat ilm yo'lidagi ustoz emas, balki hayot yo'lidagi murabbiy desa ham bo'laveradi. Nihoyatda samimiy inson, bag'ri keng inson. Ayniqsa shogirdlar bilan nafaqat ilmiy masalalarda, balki hayotiy masalalarda ham juda ham yaxshi suhbatdosh, chin dildan suhbat qurishadi. Farg'ona vodiysida aynan Temuriylar davridagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni uzoq yillar davomida o'rgangan hamda salmoqli ishlarni amalga oshirgan inson hisoblanadi. Birinchi bosqich talabasi sifatida dars faoliyatini boshlagan paytimizda aynan bizga ilk va haqiqiy biz yaxshi ko'rgan va tarix haqidagi fikrlarimizni shakllantirgan darsni aynan bizga ustozimiz Bahriddin Usmonov o'tgan. Aniq eslayman, mana shu darslarda biz talabalar bilan juda bir ishtiyoqmand bo'lib turar kutardik. Sababi domla aynan darslarni o'zgacha o'tar edi va har bitta o'tilayotgan darsni albatta talabalar bilan birgalikda o'tar edi va o'sha paytdagi bu mana shunday metodik uslub domlani o'ziga xos darsini qiziqarli bo'lishini ta'minlar edi. Ya'niki darsliklarda yozilgan, kitoblarda yozilgan qisqa ma'lumotlarni domla bizga shu darajada keng qilib, tushunarli qilib, sodda, ravon tilda savollar bilan qo'shib, auditoriya bilan juda bir chiroyli, maroqli qilib o'tar edi va bu narsa nafaqat menda, balki barcha guruhdagi talabalarda ijobiy taassurot uyg'otadi. Va shundan keyin boshlangan domlaga o'xshab biz ham shunday ustoz bo'lishdi, domlaga shogird bo'lib yurishni ana shu kundan boshlab o'zimizga niyat qilib olgandik. Va Xudoga shukr, mana shu niyatga ozmi ko'pmi erishdik deb hisoblasak bo'ladi. Bakalavrni bitirganimizdan keyin har bir yoshda, har bir o'g'il bolada, erkak kishida bo'ladi. Aynan o'qituvchilik kasbini emas, balki boshqa sohani tanlash xohish bo'ladi. Lekin ustozdagi samimiyatni ko'rib, talabalar bilan bo'lgan munosabatni ko'rib, aynan o'z faoliyatidagi izlanishni ko'rib, biz ham aynan kelajakda o'qituvchi bo'lib faoliyatimizni davom ettiramiz degan bir fikrga kelganmiz. Shu davr nuqtai nazaridan alohida shu Farg'ona davlat universitetida o'zini alohida bir ilmiy maktabini yaratishiga shu xislatlari ham bir asos bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgi kunda faoliyatimizni ustoz bilan bir qatorda, bir safda davom ettiryapmiz. Bu jarayondan faxrlanmaslikning iloji yo'q. Sababi har bir insonni hayotida bir halol rizq topish, halol kasb orqasidan rizqlanish har doim ham nasib qilavermas ekan. Lekin ustoz bilan birgalikda shu dargohda talabalarga bevosita biz o'zimiz talaba bo'lib o'qigan joyimizda ustoz bilan bir qatorda bir ustoz sifatida ishlash bizga nasib qilganidan behad xursandmiz. Meni kuzatishlarim bo'yicha respublikamizda Amir Temur va Temuriylar davri tarixini o'rganishda
3ta markaz bor deb hisoblayman. Birinchi markaz aytishim mumkin, bu O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti. Ikkinchi maktab meni nazarimda bu Samarqand davlat universiteti. U yerda ham Amir Temur va Temuriylar davrini o'rganish bo'yicha o'ziga xos maktab yaratilgan. Ana endi 3-maktab men hech ikkilanmay aytishim mumkin, bu Farg'ona davlat universiteti tarix fakultetida shakllandi. Va mana shu Farg'ona davlat universiteti tarix fakultetida shakllangan Amir Temur va Temuriylar davri tarixini o'rganish markazini bevosita asoschisi men Bahriddin Usmonov deb hisoblayman. Chunki u nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgandan keyin bu mavzuni yana kengroq o'rganishga kirishdi va atrofiga shu davr bilan qiziquvchi yoshlarni to'play oldi. Va oqibatda tan olingan Farg'ona davlat universiteti tarix fakultetida mana shu Amir Temur va Temuriylar davrini o'rganish maktabi vujudga keldi. Ilmiy konferensiyalarda ilmiy jamoaga ham o'zini shogirdlarini tanita oladi va har bir shogirdlarni shu qatori meni ham qo'limdan yetalab yurib, qaysidir olimga tanishtirgan, qaysidir konferensiyada so'z bergan va davraga tanitgan. Rahmatjon Arsonzoda domla bitta yaxshi ta'rif bergan Bahriddin aka haqida. Bu insonga xuddi haligi chevar deb qaraydigan bo'lsangiz, kostyumni bitta tugmasini bersiz, bitta tugma bersiz, bu inson shu tugmadan butun bir kostyum yarata oladigan inson. Bu ilm sohasiga nisbatan aytadigan bo'lsak, mana Farg'ona vodiysi Amir Temur Temuriylar davri bo'yicha boshida ko'pgina olimlar ham qarshi chiqqan bu ishga ustozimizni, chiqmaydi bundan mavzu degan. Lekin shu narsani xuddi o'sha ta'rif bergandek tugmadan butun boshli bir kiyimni bicha olganligida ko'rishingiz mumkin va mikro tarixda juda ham katta masshtabda tadqiqotni amalga oshirdi va shu yo'nalishda ustoz ko'p ilmiy ijod qilishdi va hozirgi kunda Farg'ona davlat universitetida o'rta asrchilar maktabi va shogirdlari orasida va shu muhitda o'rta asrlar maktabi alohida shakllanyapti. Farg'ona vodiysi, Farg'ona viloyati markazancha uzoqroq bo'lsa ham, lekin ilmiy markaz sifatida o'zini nurini, yog'dusini tarqata olay turganligi bilan hozir masalan faxrlansak bo'ladi, e'tirof etilyapti Usmonov maktabi. Ustoz shogirdlari davrasida o'tirganda, sen tarixda qolishni xohlaysanmi? Tarixda qolishni xohlasang, yaxshi ilmiy ish qilgin va yaxshi kitob qoldirgin o'zingga. Ertadan keyin nafaqat tarixchilar, balki butun xalq shu ilmiy ishingdan foydalansin. Aynan Bahriddin Usmonov ham shundaqangi ilmiy ishlarni yarata olganligi va bugungi kunda respublika va xalqaro miqyosda e'tirof etilib turganligi so'zimizni isboti hisoblanadi. Yana bir doim aytadigan gapi bor. Hozirgi paytda rosa ilm sohasida yetuk shaxsga aylanganligini bitta isboti Bahriddin aka doim aytadi, moshni, ya'ni mosh o'simligini misol qiladi. Mosh qachonki yetilib, rosa pishganda o'zini avlodi, ya'ni mosh yana yashab qolish uchun o'zini urug'ini sochib yuborar ekan. Hozir ham ustoz ilmga limma-lim to'la va shu ilmini sochishga harakat qilyapti. Respublika va xalqaro miqyosda hozirgi kunda shu Farg'ona davlat universitetida Ozarbayjon Respublikasidan, Turkiyadan kelgan ilmiy tadqiqotchilarga ham ilmiy rahbarlik qilyapti. Ya'ni nafaqat respublikada, balki xalqaro miqyosda ham rahbarlik qilayotganligini aytishimiz mumkin. Shogirdlardan ko'ngil to'layotgan shogirdlar ham bor. Ma'lum darajada hali ko'nglimiz to'lmayotganlari ham bor. Eng asosiysi ularda intilish bor. Mana shu intilish doim saqlanib qolishi kerak. Mana shu intilish o'ylaymanki, ularni kelajakda yaxshi bir yutuqlarga olib boradi. Ularda hozir bizda yo'q bo'lgan ko'p imkoniyatlar bor-da. Misol uchun tilni bizdan ko'ra yaxshi bilishadi. Internetdan yoki zamonaviy axborot texnologiyalaridan yaxshi foydalanishadi. Xorij bilan aloqalar bemalol. Shuning uchun ham ularda juda katta imkoniyat bor va ular ma'lum darajada o'ylaymanki, ular ishonchni oqlashyapti va umid qilaman oqlashadi. Ustoz doim shogirdlar bilan suhbatlashayotganda yoki o'zlari bilan bog'liq bir ilmiy masalalarni hal qilayotganda odatda ustoz albatta tushlik mahalga mo'ljallar edi va tushlik mahalida garchi avtomashina bo'lsa-da, biz imkon qadar uzoqroq joyga, ovqatlanish uchun uzoqroq joy tanlardi va piyoda yurardi. Va piyoda mana shu shogirdlar bilan ana shu masalani batafsil yo'lda tahlil qilib, tushuntirib
va bu fikrda nimaga to'g'riligi yoki aksincha nega noto'g'riligi haqida yo'l-yo'lakay tushuntirib ketardi. Buni odatda xonada o'tirgan holatda kamdan kam tushuntirardi yoki asosan mana shu ovqatlanish paytida shu narsani tushuntirishga harakat qilardi. Va bu narsa bizda ancha ijobiy taassurot uyg'otardi va mana shu o'zimizdagi mavjud ilmiy xulosalarni yana ham sayqallashimizga juda katta yordam berardi. O'rnak bo'ladigan xislatlari shundaki, ustoz nafaqat olim, nafaqat bir mahoratli pedagog, balki oilaparvar inson sifatida ham biz shunday tasavvur qilamiz. Sababi ustoz birinchi o'rinda nihoyatda oilalariga mehribon, doim farzandlari, umuman oilasi bilan bo'ladigan munosabatlarni doim birinchi o'ringa qo'yadi va mana shu oiladagi o'zini tutishi, oilasi bilan bo'lgan munosabatlaridan biz ham o'zimizga o'rnak olishga va ulardan o'rganishga juda ko'p harakat qilamiz. Nafaqat respublikada, balki xalqaro miqyosda ham Turkiyada, Ozarbayjonda, Gruziyada, Xitoy Xalq Respublikasida ustoz ilmiy safarlarda bo'lgan va shu safarlardan to'plagan tajribalarni ham biz shogirdlarga o'rgatib keladi va har bir shogirdni shunaqangi jipslashtirganki, biz bitta oiladek, aka-ukadek munosabatdamiz, nafaqat ilm yo'lida, auditoriya darslarida yoki o'sha hayotda ham. Kimdir qiyinchilikka uchraydigan bo'lsa, qolgan shogirdlarni yig'ib o'sha shogird yoniga boradi. Hayotda yelkama-yelka turadi. Hayotda qiyinchiligini ham birgalikda kechib o'tadigan insonlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun aytamanki, bu ustoz emas, nafaqat men uchun otadek muqaddas insonlardan biri hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda ustoz birinchi o'sha ilm yo'liga olib kirishini asosiy sabablardan biri o'sha yosh tarixchilar to'garagini tashkil qilgan. Shuncha ishlari bo'lishiga qaramasdan shu to'garakni tashkil qilib, to'garakda yaxshi seleksiya ishlarini amalga oshira olgan. Ya'ni tarix fakultetida o'qib turgan talabalar orasidan yaxshi iqtidorli talabalarni, fors, arab tilini biladigan, o'sha turk, ingliz tili, nemis tilini biladigan talabalarni seleksiya qilib olib, ularni o'zini xarakteriga, o'zini o'sha ruhiyatiga tushadigan mavzularni bera olganligi ham bu ustozni qanchalik o'sha ilm yo'lida qobiliyatli yoki inson psixologiyasini qanchalik bilishidan dalolat beradi. Bundan tashqari ustoz yuqorida aytganimizdek o'sha rahbarlik lavozimida ko'p ishlagan va ko'p suhbatida bo'lganimizda, yolg'iz suhbatlashib turganimizda ustoz rahbar qanday bo'lishi kerak sizni nazdingizda, ertadan keyin balkim biz ham rahbar bo'lardirmiz, qanday yo'l tutgan yaxshi deganda shu gapni doim aytar edi. Rahbar insondan qo'l ostidagilar hech qachon undan qo'rqib ishini amalga oshirmaslik kerak. U insonni hurmat qilib, shu inson, shu rahbarimizni nomiga dog' tushmasin, shu insonni biz yuzini shuvut qilmaylik degan holatda o'sha insonni hurmat qilib ishni bajaradigan bo'lsa, o'sha jamoa ham ahil bo'ladi, ham ishi barakali bo'ladi deydi. Shu asnoda Usmonov Bahrin akani shogirdlari ham doim ustozni yuzi yorug' bo'lish uchun, shu ustozga gap tegmasligi uchun ham mas'uliyat bilan bir tomondan faxr beradi, bir tomondan mas'uliyat berishini ham aytishimiz kerak. Ustozimizda nafaqat ilmiy muhit, shu bilan birgalikda ustozda insoniylik fazilati ham juda yuqori. Ustozimizda o'sha shogirdlarga bo'lgan e'tibori, sabr toqatliligi, ilm yo'lidagi shijoati, bu barcha shogirdlarga o'rnak bo'ladigan fazilatlardan biri hisoblanadi. Biz mana shunday ustoz bilan shogird tushib, ustoz bilan birgalikda ilmiy muhitda birgalikda olib borayotganimizdan barcha shogirdlar faxrlanamiz. Ijodi mukammallashgan, bilimi terallashgan, tiniqlashgan, ham jismonan, ham aqlan, ham ilmiy jihatdan shakllangan davri men o'ylayman Bahriddindan hali juda ko'p narsalarni biz kutib qolamiz. U juda ko'plab O'zbekiston tarixi uchun shogirdlar chiqaradi va buni shogirdlari Bahriddin Usmonovga shogird bo'laman degan tarixchi yoshlar navbat kutib turishibdi. Men o'ylayman buni ijodi doimo yuksalib boradi va undan biz juda ko'p ilmiy mahsulotlar kutamiz. O'zimizning universitet, respublikamiz oliy o'quv yurtlari uchun, umuman vatanimiz tarixi uchun juda ko'p bilimli kadrlar yetishtirib beradi. Men bolaligimdan matematik bo'lishni orzu qilganman deyman va lekin doim aytaman, matematikani hamma yaxshi o'rganish kerak deyman. Sababi matematikani o'rgangan kishi, matematikani yaxshi bilgan inson har bir voqea hodisani sababini bilishga, kelib chiqishini, ildizini aqtarishga harakat qiladi-da va uni turli xil variantlarini o'ylaydi.
Shu jihatdan afsuski tarix yo'nalishiga ko'proq to'g'risini aytish kerak, talabalarning aksariyati matematikasi yo'q deb topshiradida. Shu meni xafa qiladi. Aytamanki, yo'q, yaxshi tarixchi bo'lish uchun deyman, matematikani bilish kerak. Mana shuning uchun ham ba'zan tarixchilardan yoki tarix o'qituvchilardan nolish kuzatiladi ba'zan. Nimaga? Sababi biz aksariyat holatda tarix deganimizda biz kim yoki nima, qachon, qayerdani degan shu 4 ta savolni beramizda. Aslida bu 4 ta savol tarix emasda. Tarix degan savol nima uchun? Nima sababdan? Shu voqea nima uchun shunday bo'lyapti? Buni ildizlari nima? Bunga sabab bo'lgan omillar nima yoki buni oqibati nima? Yoki bu oqibat keyinchalik qanday sabablarni olib kelyapti? Mana shu narsalarni tahlil qilish afsuski tarixda ekan. Shu narsalarni tahlil qilish orqali haqiqiy tarix fani yaratiladi. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, garchi matematik bo'la olmagan bo'lsam ham, demak, matematikani o'rganganim ma'lum darajada aytaylikki bilish tarixchiga ham juda katta foyda beradi. Matematik bo'la olmaganim uchun dadam meni koyimaydi, dadamning orzusi matematik bo'lish. Endi bu davr. Aynan biz qayta qurish davrida o'zimizni taniganmizda. Mustaqillikning ilk yillarida shu jihatdan bu bizga ta'sir qilgan. Endi bu pedagogik faoliyat yoki olimlik faoliyat men buni baxt deb o'ylayman. Chunki insonni aytaylikki bir umrini bezatadigan narsalar albatta uni yozgan kitoblari, chiqargan shogirdlari, o'zidan keyingi avlodga qoladigan narsalar hammasi insonni bezagida. Shu jihatdan inson o'zini va o'zini atrofini qanchalik go'zal qilmoqchi bo'lsa, o'ylaymanki albatta ilm qilish kerak, aytaylikki o'zidan bu kelajak avlodga foydali narsalar qoldirish kerak. Mana shu jihatdan o'ylaymanki bu men uchun ilm yo'li men uchun juda ham bir muqaddas yo'l va yana ilm meni baxtga ham olib borganda. Misol uchun men aynan shu ilmiy faoliyatga kirganligim uchun oilam bilan tanishganman. Filologiya fanlari doktori, professor, o'qishni deyarli bir vaqtda tugatganmiz, 1 yil farqi bilan. Keyin ikkalamiz ham shu litsey internatda birga ishlaganmiz. Keyinchalik turmush qurdik va ikkalamiz ham bir vaqtda aspiranturaga kirganmiz. Toshkentda bir vaqtda ilmiy tadqiqotlar olib borganmiz. Ya'ni mana shu ilm orqali meni oilam ham shakllanganda. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu ilm yo'lini tanlaganim, bu sohada demak faoliyat olib borganim men buni baxtim deb o'ylayman. Bugun ko'rsatuvimiz orqali oddiy bir bolalik orzusidan boshlanib, ilm fanning eng yuksak cho'qqilarini zabt etayotgan, zahmat va matonat bilan toblangan olim Bahriddin Usmonovning hayot yo'liga bir nazar tashladik xolos. Ustozning yozgan monografiyalari, dunyo ilmiy minbarlarida yangragan ovozi va eng muhimi, u tarbiyalagan zabardast shogirdlar bugun ushbu ma'rifat daryosining tiniq va qurimas irmoqlariga aylandi. Inson umri yo'llarda sinaladi, mehnatda chiniqadi va qoldirgan ezgu izlari bilan mangulikka daxldor bo'ladi. Bahriddin Usmonov kabi fidoi olimlarimiz, jonkuyar ustozlarimiz bor ekan, shonli tariximiz hamisha haqqoniy yashaydi. Kelajak avlod esa o'z ildizlaridan kuch olishda davom etadi. Biz professor Bahriddin Usmonovga ilm yo'lidagi sharafli faoliyatida ulkan zafarlar tilab qolamiz. Ilm va ziyo tarqatishdan charchamang. Zero siz kabi ulug' daryolardan suv ichgan nihollar ertaga ulug' chinorlarga aylanadi. Har bir kishining yuzida armonlari bor. Albatta meni ham armonlarim bor. Uni o'zim bilaman. Lekin armonlar baxtli bo'lishga harakat qilmaydi. Sababi inson albatta hozir aytilganidek jamoaga intilib kelsa, jamoadan uyga intilib borsa, demak uyga borib ham farzandlar davrasida, oila davrasida, nevaralar davrasida yana o'sha yerda ham ilmingiz bilan shug'ullanib o'tirsangiz-u, sizni oilangiz tushunsa, bundan ortiq baxt yo'q-da.